Xo'p, endi CMBning demak ish haqqi va imtiyozlarning qanday elementlari bor, uni birmuncha gaplashib o'tamiz va har birini alohida demak sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Ish haqqi va imtiyozlar demak o'zi qaraydigan bo'lsak, ish haqqining o'zi demak asosiy ish haqqiga bo'linadi. Bu demak xodimga to'lanadigan o'sha lavozim okladlari bo'ladimi, greydlar bo'yicha belgilangan demak uning asosiy qiladigan ishiga demak ma'lum o'sha bir oy davomida qilgan ishiga to'lanadigan oldindan belgilangan o'sha demak mehnat shartnomasida ko'rsatilgan to'lov summasi hisoblanadi. Bundan tashqari shartnoma bo'yicha ham to'lovlar bu qismga kiradi. Bunda demak vaqt emas, qandaydir ishni xizmatni bajarib berish uchun tuzilgan shartnoma evaziga to'lanadigan to'lovlar ham demak ish haqqining asosiy qismiga kiradi. Bundan tashqari asosiy bo'lmagan o'zgaruvchan qismlar ham bor. Bularga demak bonuslar, mukofotlar va bizning qonunchilik bo'yicha kompensatsiya deganda buni to'g'ri tushunish kerak. Boya yuqorida aytib o'tganimdek, kompensatsiya bizni demak mehnat qonunchiligimizda alohida tur qilib ko'rsatilgan. Bu ham demak ish haqqiga kiradi. Buni ham biz alohida slaydlarda ko'rib chiqamiz va muddatli to'lovlar bu birmuncha O'zbekiston sharoitida yangi deyishimiz mumkin. Demak xalqaro tajribada demak kompaniya xodimlarini ko'proq va kompaniyaga sadoqatli bo'lib ishlash uchun ma'lum vaqtlardan keyin ularga ulushdor sifatida kompaniya ulushlari ham beriladi. Bu demak uzoq muddatni ko'zlab xodimlarni sadoqatligini oshirish maqsadida to'lanadigan to'lovlar hisoblanadi yoki qandaydir uzoq muddatga beriladigan qarzlar ham, foizsiz qarzlar ham, ssudalar deymiz. Va ularni bir muddat o'tgandan keyin kechib yuborish tizimlari ham O'zbekiston kompaniyalarida ham bir unchalarda mavjud. Bularni biz offline darslarimizda ham namuna sifatida ko'rsatamiz. Bu demak xodimlarni uzoq vaqt sadoqat bilan kompaniyada ishlashini ta'minlovchi to'lovlar turkumiga kiradi. Undan tashqari CMBda biz imtiyozlar yo'nalishi bor. Imtiyozlarda demak biz qanday masalalarni ko'ramiz? Bunda xodimlarni ijtimoiy himoya qilish dasturlari, demak ularni tibbiy sug'urta qilish, ularni oila a'zolarini tibbiy sug'urta qilish yoki ularni nafaqaga chiqishida demak keyinchalik nafaqa to'lovlarini to'lash va shunga o'xshash demak to'lovlarni amalga oshirish, demak bu xodim uchun imtiyoz hisoblanadi va buni hamma birdek imtiyozdan foydalanishi mumkin bo'ladi. Bu demak natijalarga bog'liq emas, demak xodimlarni ushlab qolish va ko'p yilgacha demak kompaniyada sadoqat bilan ishlashiga turtki bo'luvchi to'lovlardan hisoblanadi. Va ishlanmagan vaqtlar uchun ham to'lovlar mavjud. Bunda demak bizning qonunchiligimizda ham belgilangan ta'tilda to'lanadigan to'lovlar, ta'til uchun to'lanadigan to'lovlar, demak xodim ishlamasa ham ta'til davriga biz o'sha o'rtacha oyligini to'lashimiz, demak bu ham imtiyoz sifatida ko'riladi. Yoki xodimni o'sha kasallik paytida ham kasallik varaqalari asosida to'lovlarni to'lab berish ham demak bu xodim o'sha muddatda ish faoliyati yuritmagan bo'lsa ham kompaniyaning demak ijtimoiy himoyasida bo'lgani uchun va demak kompaniya o'z xodimlarini qadrlagani uchun va yaxshi dam olishini ta'minlash uchun demak to'lab berishi mumkin bo'lgan to'lovlar kiradi. Va bundan tashqari qandaydir xizmat va imtiyozlar ham bo'lishi mumkin. Bunda demak xodimni uydan ishga borib kelishini transport bilan ta'minlash yokida demak shu transport xarajatlarini qisman qoplash yoki ovqatlantirish demak tizimlarini joriy qilish, bunday ham xizmatlarni tashkil qilish xodimlarda demak ishga bo'lgan layoqatini oshiradi.